alaykum. Newtech jamoasini kuzatuvchilari, navbatdagi Zubr 1105 mini traktorimizni namanganlik akalarimizga xudo xolasa baraka qildik. Chustga aka barakali bo'lsin, xayrli qilsin. Aka aytganingiz kelsin. Keyingi safar bundan ham kattalari, bundan ham yaxshilardan nasib qilsin. Aka traktorimizni nima afzalliklari sizga ma'qul bo'ldi? Bu keyingi oladigan mijozlar, keyingi oladigan dehqon akalar ham o'zingizni bir fikrlaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Mana men Toshkent viloyatiga motoblok olgani keldim 1105. Hop, yangi dizaynda ekan. Hop, yangi dizaynda qulayliklari dinamo bor ekan. Oldi fari, поворотниklari, motorida 1105 birkasi bor ekan. Keyin yo'l datchigi bor, motochassi bor, suv datchigi bor, hammasi. Yo'llarga kelsak, rollari gidravlika. Yo'q, gidravlika emas aka. Gidravlika emas, mexanika. Gidravlika juda ham yengil qilib ishlangan. Gidravlikadan farq qilmaydi. Farq qilmaydi. Juda ham yengil. Buni qulayligi keyin inshoolari bor ikkitadan. Oldiga jatka qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi, inshoni. Orqa freziga inshoolar bor, mana ishlaydi. Shunday aka. Qo'shimcha gidravliklari bor. Oldiga mabodo jatka qo'yadigan bo'lsangiz, orqani yechmasdan turib, yana jatkani ham ulasangiz bo'ladi. Keyin juda ham yaxshi afzalliklaridan bittasi datchiklari. Datchiklarida moyi, suvi, keyin motorni necha soat ishlaganini ko'rsatib turadigan motosoat datchiklari qo'yilgan. Bu degani motorni holatini aniq ko'ra olasiz. Motoringiz necha gradusda ishlayapti, moyni давленияsi qancha necha soat ishladi. Moy almashtirish sikllarini necha soatdan moy almashtiradigan bo'lsa, aniq shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Yana yaxshi tarafidan bittasi qo'shimcha ruchnoy tormozlari qo'yilgan. Endi bular xo'sh. Bu akamiz aytgandek dinamlari, transmitterlari, komplektida 2 korpusli pluglari bilan. Berkalarni ham olib qo'ying, mana berkalari. 18 ta ot kuchi. Mana berkalar hammasi tayyor mana. Bu akamizdan chesni afzal bo'ldi degan umiddamiz akalar. Aka, bundan baraka topaymi? Baraka toping. Alloh xayrli qilsin. Hammaga xalal 95 motoblok minaman 3 yildan beri. Mana hozir kichkinani katta qildim. Xudo xolsa inshaalloh yana buni katta qilishni niyatim bor. Niyatingizga yeting aka. Bundan ham kattalardan, bundan ham zo'rlardan binish nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga qo'ldan kelgancha skidkada qilib beramiz.